Assalomu alaykum. Uyg'ur choyxonasi suhbatlari programmasidagi aziz ko'ruvchilar, bugun 2026 6 oyning 9 kuni bugun Uyg'ur choyxonasi suhbatlari programmasidagi 110 sonida To'g'liq Abdurazzoq akamiz bilan oldin qatim aytib bo'lgan G'arb tikaniki asarlardan Sharq Turkiston munosib mazmunlar to'g'risida bir programma qilgandik. Yani bu programmada tarixchi Xolid Odib Xolidniki O'rta Osiyo tarixi nomli bu kitobida Sharq Turkiston haqida nimalar deyilgan. Biz mavaqcha endi o'zimizning tarixchilar yozgan, Xitoylar tarixchilar Xitoy tarixchilar yozgan kitoblardan o'zimizniki tarixini o'rgandik bildik. Yani buningki programmalarda endi shu G'arb tikaniki yozgan kitoblarda Uyg'urlar va Sharq Turkiston haqida nimalar deyilgan deb shu G'arb tikaniki nazardan o'zimizga bir nazar tashlaylik deb bu suhbatni o'rlashtirgandik. Orliqda bu Uyg'ur choyxona suhbatlari programmasi hakkerlarning hujumiga uchrab bir oydan ko'proq vaqt programma qilolmadik. Qayta programma qilib sinab boqqan bo'lsakmi, faqat o'ngishib qolmadi. To'liq ovoz eksida qaytib va yoki to'rdan uzilib degandek bo'lib qolganda buni qayta texnikalik masalalarni hal qilib kuchab boqdik. Yana bo'lmay oxir yana texnikalik shu setib olgan programmani setib olgan shirkatga aloqalashib shularni ko'rsatmalar bo'yicha o'ngishgan bugun yana to'g'riqdan bilan naq maydon taqossab yana shovqin suran chiqib oldi. Qarindoshlarimiz faqat yaxshi anglayolmadi shovqin suran deganligi uchun biz naq maydonni to'xtatib hozir buni biz rekordini qilib olib akam qaydini YouTube'ga ham Facebook'ga yo'llaymiz endi. Assalomu alaykum. To'g'liqda qimmatli vaqtingizni chiqarib Uyg'ur choyxonasi suhbat programmasiga o'zingizniki o'qigan asarlarni Uyg'urlar Sharq Turkiy munosabat mazmunlarini xalqimizga o'rtoqlash uchun tayyorlagan bu leksiyarimizga ko'pdan ko'p rahmat. Qo'ldan suhbat programmasi yaxshi ko'rildi. Xalqning yaxshi inkasları var. Degan ikkinchi qismini boshlagan naq maydonda o'ngishli bo'lmay qoldi. Shuning uchun biz buni rekord qilib taqdiryapmiz. Siz avval shu suhbatni boshlashdan burun Allohda 1,5 oyda programma qilamidik. Haklarning hujum uchirganligi sababidan bu suhbat umumlarimiz boş kitap haqida qisqa bir minut to'xtab, anan keyin asos mazmun kiritgan bo'lsa, bosh. Bo'ldi, rahmat Abdurimjon, nurg'un vaqtni chiqarib mushlarni o'rinlashtirib sana bakarak rahmat. Mening vaqtim bor. O'qigan kitoblarni bilganimni azroq tushundirgan, men uchun ancha cho'ng ish emas bu. Shundaqmi? Mana bu kitobni o'tganda ikkimiz chiqib bir tanishtirishdik. Mana shu kitob Central Asia deb andikin New History from the Imperial Conquest to the Present dedi. Shu qadimgi zamondan tortib hozirgacha shu yangi tarixiy deydi-da, shu imperial ishg'oliyatningki tarixiy degan gap. Adib Xolid degan mutaxassis, O'rta Osiyo mutaxassisi yozgan kitob men yoqtirib bir necha qatim o'qib chiqdim. Hamda butun dunyodagi qarindoshlarning inglizcha bilishi qarab o'qib chiqishni nim qilmayman. Chunki bu degan bir asar bo'lgandan keyin buni xabar emasda, xabarni bir anglab qo'yib yo'qaydi, ma degan bir asar bo'lgandan keyin ilib buni qaytni o'qishga arziydigan bir yaxshi asar. Buning asosiy mazmuni shu O'rta Osiyoninki qandoqlarcha shu Rusiya imperiyasi bilan Xitoy imperiyasidan bunda bo'lishib olganda O'rta Osiyo degan hamda shu O'rta Osiyo degan bir hisobda yaqindan boshlab hamda shu O'rta Osiyo davlatlari o'tgan bir yig'in ichib, bu yana hamda Turkiston deb atayli degan narsa chiqyapti. Shu Turkiston deb atalg'i amaliyotda nihoyatda yaxshi. Chunki vaqtida G'arb Turkiston, Sharq Turkiston deb ikkiga ayrildi. Va Adib apandining yozgan kitobida shu
işgal jarayonini nihoyatda tafsiliy qilib yozgan. Buningki mening eng yoqtiradigan yerim bu kitobningki amalda yerimidan jiqaroq mazmuni, aslida hatto 3 dan 2 qism mazmuni shu Uyg'urlarga oid, Sharq Turkiston tarixiga oid ekanda. Bundaq yaxshi yozilgan kitoblarni men o'qib boqmadim. Bu bo'libmi inglizchasi o'rni. Shuning uchun birinchilik tanishtirib o'tay. Endi bugun shu o'tgankining davom bo'yicha hamda shu o'tganda mana umumyuzlik 500 betlik kitap umumyuzlik 1 soat ichida bir qisqa tanishtirib o'tdik-ku. Ham bugun biroz konkret masalalarga kelib, shuni konkret so'zlab suhbat nima paranglashmag'ayli deb nima qildik. Birinchi qismi shu Manchularning Sharq Turkistonni ishg'ol qilish jarayoni deganda shu mazmunda. Bu maxsus bir bob bo'lib u shunda tafsiliy tushundirgan. Men shuni endi AI'dan foydalanib boshlaydi birinchi bet kelaydi. Ama AI nihoyat yaxshi ekanda, AI'dan foydalanib men qanday qildim deganda shu o'qigan mazmunlarni inglizchaga ixchamlab bir nima ixchamlab yezib nimqandik buni kirgizib olsam, buning butun shu birinchi bobningki asosiy mazmunini mana shundaq yaxshi nima qilib chiqadi mana. Birdan turib men Abdurimjon mushini yo'llab qo'ysak bo'ldi-ku, ko'y tafsir o'qisa bo'ldi. Bu yerda inglizcha yozilgan men tarjim qilganga cho'lamayotmay qoldi. Agar xohlasak buni Uyg'urchaga tarjim qilib chiqarsak ham bo'ldi. Gap shunda. Buning hamda birinchi betda nimani tanishtirdi deganda shu Manching imperiyasi bilan Jungariya imperiyasi degan ikki imperiyani bu yerda tushundirdi. Sharq Turkiston tarixida mushu imperiya nihoyatda cho'ng nimalarni qo'ygan. Jungariya imperiyasi o'zimiz bildigandek shu shimoliy Sharq Turkistonning shimoliy qismini Mo'ng'ullar, g'arbdagi Mo'ng'ullar kontrol qiladigan rayon. Endi Manchinglar bo'lsa, bular shu 1644-yili Ming sulasini, Xitoyning Ming sulasini ag'dirib tashlab, bular shu Manchularda butun shu Xitoyni ishg'ol qildi. Endi keyin bular ishg'ol qilib, endi bu Jungariya imperiyasi bilan Manching imperiyasi es vaqtda parallel o'tgan shu bir mezgil. Shu tarixlarni men jihyalardan qarsam toz degandek tushundim. Manchingni albatta jih ta'sirlaydi deydi, lekin Jungariya imperiyasini ancha ta'sirlab ketmaydi. Mishada ixchamlabla bularning qanday ahvolini bu yerda tanishtirib o'tganda. Abay deb o'tdim, Manching imperiyasi 1644-yili shu Xitoyni Mingni ishg'ol qilib olgandan keyin bular ham iqtisodiy jihatdan cho'ng iqtisodga ega bo'ldi. Xitoyninki o'z vaqtidagi Xitoyning shu dehqonchilik iqtisod degan dunyoning oldida turadigan. Shu vaqtda bu manlar ularni egallab olgan dehqonchilik mahsulotlari o'ziga tayyor bo'ldi. Endi keyin bular nihoyat cho'ng rayonni nurg'un qavm, qabila millatlar tarafından ait çoğun rayonunu başkurduğun buldu. Endikin bular şu sebepten bular degan o'xshamagan irqidagi xalqlarni başkurduğun tecrübelerge mol oldu. Xitoylar o'zining millati emas, muatarafdagilar o'zlarining emas, osh taraflarda Mo'ng'ul, bu degan qabilalar nurg'un. Gerçi bu manlar bilan Mo'ng'ullar qandaşlığı nəhayət yıqın bolsunmu, yəni qandaq olmasa bir ayrım millətlər bolğandan keyin, ayrım qavmlar bolğandan keyin ularningki nimalar bo'ldi. Lekin shu Manching imperiyasi shu asonliq millatlarni asonliq millat demaslik kerak. Shu boshqa millatlarni boshqurgan tajribalarga mo'l bo'ldi. Hem Jungariya imperiyasiga kelsak, bular degan shu g'arbdagi Mo'ng'ullar qurgan bir imperiya. O 1635-yili shu G'aldan degan xon shu butun parchalanib bo'lak bo'lib ketgan Mo'ng'ul qabilalarni hammasini birlashtirib shu Jungariya imperiyasida bir imperiyani qurdi. Bular shularni qurish orqali andiki shu o'z vaqtidagi Ipak yo'lidek shunday cho'ng savdo yo'li, ya'ni shu Rossiya bilan andiki Mavaraun Nahar ve Xitoy orasidagi savdo yo'llarini bular boshqurgan bo'ldi. Uningdan jiq naplan tepib jiq foydalanib ko'rdi. Bular shu jarayonda shaharlarni qurdi. Andikin top bog'i, hamda turkcha top deymiz, ham bomba yasashda, andikin shu qoral yaroqlarda, andikin
nimalıqı bomba paraşütlerini yasaşlı texnikasına ait yuqur kendikdə ular. Şular arqalı xeyli çoğun kişi var kendi. Andın lekin şu jarayonda bularlıqı Tibetninki bu Tibet bu yerda muhim rol oynayıcı çünkü bu Galdan xanlarning şu g'arbdagi Moğollar Tibetning Budizm çoqunga Dalai Lama'nın gepigine ait anlaydı. Çünkü Dalai Lama bu yerda ta'sir ko'rsatganda. Bularning bir cheklimasi nima deganda, o Manching imperiyasi setishtirgan iqtisodiyotda yana yetarsiz, nachar yaptı. Shundaqmi bular xeyli uzun tirkish boqqan Manchinglarni. Ham yana bir bet kelaylik. Bu hem bir yerde mavi ikkinchi nimada bu Altishaninki hamda. Altisha deganimiz nima deganda, abay Jungaryan tushuntirib o'tdim-ku. Altisha deganimiz şu mavi Janubiy Sharq Turkiston rayoni. Yani hozirgi şu Qashqa, Yakan, Xotan, Oqsu, Ash taraflardan şu hatta mavi Turpan 90'larga yaqin shu yerlarni Altisha rayoni deydi. Altisha dövlətimi deydi, Altisha rayonimi deydi, Altisha xonliqimi deydi. Qashqariya mı deb atıldı. Aştaq bir nimelerden ya da asasen bu şu hazırki Uygurlarning nimeleri yaşaydigan rayonlar. Bir adam da öz vaqtida şu 1700 yılların ahırları yılları değil, şu 1700 yılları 1600 yılları 1600 yılları aşağıda bir Sufi nimelerden nimdattık Sufilar deymiz. Sufilar üyeler baş kötərgəndə çünkü şu Yakan xanlığı Yakan xanlığının ahırkı devrinde Sufilarning şu tesiri Maravun Nehri'den kirib, o Sufilar özlerinin tesirlerini bir yerde kengaytib, andan mavu Yakan xanlığınınki muhim orunlarını egalleydigan buldu. Şunun lekin keyin qandaqlarcha bu şu Appak Hoca deymiz, Appak Hoca'nın anlamımız bir yerde söylep жүрüşünü. Appak Hoca şu mezgilde şu biraz özünün güçü acizleşip ketdi. Appak Hoca'nın güçü acizleşip ketdi. Onunki rıqabeti şu nimeler nim qilib buni qo'g'lab chiqarib etdi. Qo'g'lab chiqarib etgandan keyin bu şu nima Kashmir, Tibet, andaki Kangsu şu rayonları da şu musafir olup yürüdü şu yürüp andaki mavi nimeninki Dalai Lama bilen tanışıp kaldı. Dalai Lama tanışkanda görüşken çağda bu öz bir müciz karakterlik bir nesini yaratıp Dalai Lama'nın ait qattiq ta'sirlantirdi. Şunun bilen Dalai Lama bunundan sen kim bo'lsa, nima maqsad bilan bu yerga kelding deb so'ragandan keyin Appak Hoca men bu shundaq Altisha deydigan bir davlatninki shu xo'jayini, meni shundaq ba'zi bir yomon odamlar kelib vatanimdan o'zimning xalqimdan qo'g'lab chiqaryapti. Sizga qo'yilgan talabim shu meni qutqizishga bir yordam qilgan bo'lsangiz, men o'zimning vatanimga qaytsam, shuning yordam qilsangiz dedi. Shuning bilan u Dalai Lama buni yaxshi ko'rib, buni xohlab bo'ldi. Lekin bu Tibetlarninki Tibet bilan o Sharq Turkistonning orlig'ida tog' rayonlar, yo'llar nihoyat tez. Men bu yerda askar avatishim biroz qiyin to'xtaydi. Shuning uchun men shu Mo'ng'ullarga o'zimning gapimni o'tkazib o'tmay, Mo'ng'ullar menga cho'qindi. Men shu Galdan xonga, Galdan degan shu 1617-yil tug'ilgan shu Jungar xonatninki, Jungar imperiyasininki imperatorlarımda hükümranı. Şunun xat yazdı, şunun Galdan xon voy bo'ldi deb o'zi Dalai Lama'nın o 5. Dalai Lama'da 5. Dalai Lama'nınkine gipini anlap, gipi boyunca, buyruğu boyunca andikin şu İsmail Khan şu vaxtıda nimini Yakan xanlığının nimisi orduları da asasen şu yerde nim qıvatqan İsmail Khan'ni haydap çıkarıp
Affaq Xo'jani uning o'rnini qo'yib, shu o'rnini qo'yib, uni shu Yakan xonligini nim qildigan bo'ldi. Boshqurdigan bo'ldi. Shu Affaq Xo'ja. Affaq Xo'janing tarix to'g'riliq Uyg'urlarning jiq so'zlab ketdi, bu yerda to'linib ketmaymiz. Shu vaqtlardan qanday bo'ldi deganda bu G'aldan xon, ha? Hepimiz bilyapti, mush kitobda Affaq Xo'ja haqida gap so'z bormi? Shu Affaq Xo'janing birinchi bablarda tanishtirdi. Mush tanishtirgan mazmunlar shu endi asosan shu Affaq Xo'janing qilgan ishi. Lekin bu ba'zi tashviqotlar shu Affaq Xo'jani haliqi nima xoin, Uyg'urlarni sotgan degan gaplar bor-ku, u biroz nimalar shu endi o'z vaqtidagi ahvollar bor-ku, mush kitobni biroz obdan tushundigan. Affaq Xo'ja nima uchun shu ishlarni qildi? Aba men deb o'tdim, Affaq Xo'janingki u endi uni haydab chiqarib o'tdi, o'zining vatanida o'zining qerindishi bo'lganlar, g'ujlarning yana bir tarmiqi buni haydab o'tgandan keyin bu o'zini qutqizish uchun, o'z vatanini qaytib berish uchun Dalay Lamadan yordam so'raydi. Endi bu yerda bir narsani aytmoqchi, bu savol yaxshi savol, lekin men uning kirib ketmaydigandim, bu javobi biroz so'zlab ketishlar. Bu yerda bir narsani aytdim, muhim narsa shu. Bu yerda Abay ben biraz dep öttüm, bunu tefsiri sözümü de sözlersek bu tefsiri. Ya nima deganda bu Mongol, Uyg'ur, men, andikin şu Tibet, hatta mushu rayondagi nurg'un nimalarning o'zaro nurg'un munosabatlar bor. Yaqin munosabat. Shuning uchun qaranglar, masalan Affaq Xo'ja berib Xitoydan yordam so'ramadi. Manası indikte Xitay'dan yardım sormadı. O bir Dalay Lama'dan yardım sordu. Dalay Lama mu Xitay'ni otursa Xitay'a bir nima silip anı qutquzib demestin nägini qildi? G'aldan Xon Mongol. Bunun xatizi, bunun yardım qildi, bunun xatizi. Bular hatta hammasi bir hisobda shu o'zlarini var Çingiz Xonning avlodlari deb qaraydi. Tibetlerden başka da. Tibetlerni keyin Çingiz Xonlar nim qo'yilib xeli nim ta'sir kuchi nim qildi. Bular Budda dini hamsi dinjatdan bir. Biz tarafga kelganda Alçıya tarafga kelganda Alçıya tarafda asosan musulmonlar yashaydi. Lekin Alçıyaning shimol tarafda masalan Turpan, To'qson degan yerlar bor. Bularning munosabati o'sha Xitoylar bilan yaqin deb tillaydi ba'zi. Amaliyotda Xitoylar bilan yaqin emas, manlar bilan yaqin. Sen düşünüş olma bir yerde. Eğer muşu düşünçede inek olmayacağım bulsak, o Affaq Xo'jani Xitoyga sotdi degan gaplar chiqdi. Affaq Xo'jani apirib Dalay Lamaga sotdi degan gap chiqdi. Mongollarga sotdi degan gap chiqdi. Undaq ishlar yo'q. Bu yerda Affaq Xo'jalar bilan G'aldan xonlarning o'ttirsidagi farqi nima degandiki, Mongollar mening fikrimcha-da hamda. Mana bu Adibxon shu mening fikrim bular faqat din jihatda başqa o'xshamagan diniga e'tiqod qildiganlar. Ama surishtirib keldigan bo'lsa, bularningki nimalar ajdodlari asosan shu bu hozirgi shimoliy Mongoliya taraflardan, bizning Sharq Turkiston taraflardan mushalardan kelganlar, keyin bular degan bu G'arbiy Turkistonga tarix qilib, u yoqlarni egallab mangdi. Bu ishlar bor. Bir yerde bunu azıcık kıstırıp koydum, hem de kayıtın gap kıldı. Şu vakti de hem de bu G'aldan Xon şu Yakan xonligini şu Cungariyaga bo'ysundigan bir nima qilib davlat qatorida ko'rib, endi uning albanlarni saldi. Mesela men deb turg'ay, har yili 48 ming nima tangi pul tapşırdıgan bulup, endikin açlıklarını tapşırdıgan bulup, işte kılıpla şunu hukukunu onun berip koyup, G'aldan xonlar harbiy jihatda onun aralashmadi. O'zingni boshqa odam olti shaharni shu Affaq Xo'jaga tashlab bergan gap. Affaq Xo'ja shuning bilan olti shaharni boshqarib, lekin shu yanala G'aldan xonningki hamda nimasida hamda ularga tava desakmi bo'ldi, lekin shu shularninki himoyasida yashaydigan bir nima bo'lib mangdi. Shuni qanday bo'ldi degan Affaq Xo'ja shu 1694-yili bu o'lib ketdi. Uni o'lib ketgandan keyin bu yerdagi tinchlik buzildi-da. Tinchlik buzilishining sababi nima deganda buningki ikki o'g'li o'zaro huquq talashib
miras talışıp, eşla işkisi cidellişip, sokuşup gidiyor. Şunun olan bir yerdeki bu altışardaki tinchlik buzulup bir yerde altışarmı iqtisod jihati hamma jihatdan ajizlashib ketdi. Shundoq bir mazgillar bor. Endi qani yana bir bet kelaylik, bu 3-chi bet. Nima yerda bu xaritini bir abay ko'rsatma dedim, xaritini bir ko'rsatib o'taylik mana. Endi hozirgi Sharq Turkistondagi xaritining shakli bundaq emas, lekin o'z vaqti qarab boqinglar, o'z vaqtidagi Jungariya imperiyasi degan o'sha Urumchi taraflar, G'ulji taraflar, Oltoy aş taraflarning hammasi hozirgi shimoliy Sharq Turkistonning butun nimasi Jungariya qaratdi. Olti shahar deganimiz ana Qashqaryo ekan, Xotan qatorliq ashadagi olti shaharlarni markaz qilgan rayonlar. Ular olti shahar deydi. U yoqni Janubiy Sharq Turkistonmi deb atsaqmi bo'ldi. Shunda bir rayonlarda. Bu yerlarda qanday bo'ldi deganda mushu Manching imperiyasi bilan bu Jungariya imperiyasi o'zaro mushu g'ijg'adi bo'lib, ancha-muncha urushlar bo'lib, ashta qilib yurgan. U G'aldan xon, lekin qanday bo'lsa G'aldan xon shu Jungariyani obdan boshqarib hukmronlik qilib ketgan. Uni Xitoyga nim qilishning ahvoli bo'lmaganda. Lekin qanday bo'ldi deganda shu xuddi O'rta Osiyo tarixida nurg'un qatim takrorlangan vaqtda bu nima G'aldan xon tuyuqsiz o'lib ketdi. O'lib ketgandan keyin uninki avlodlari, bolalari huquq talishib o'zaro jidallashib ketdi. Jidallashib ketgandan keyin qanday bo'ldi deganda buningki bir o'g'ilning ismi Amursana belki anılgan bo'lishinglar, tarix qiziqadiganlar anılgan bo'lishmi. Bu Amursana nima shu aksiga bo'ysunmaydi deb bu qanday qildi deganda bu Xitoyga berib, Xitoy emas, Manching imperiyasi Chelnungning oldiga berib, voy, menga yordam qilgan bo'lsang deb ayaga bordi. O Manching degan buni fursatga g'animat deb fursat ko'rdi, chunki shu orqali bu Sharq Turkiston taraf Jungariya taraf besib kirma degan o'ydi bo'ldi, boshqurma degan o'ydi bo'lib, bu ashunga yordam qilib, uningki aksi davachini og'dirib tashlab, bu Amursanani uning o'rniga qo'yib ashani sen boshqursa. Lekin sen shu bizning Manching imperiyasining territoriyasi bo'ldi degandek talablarni qo'ydi-da. Sening konkret ishlaringga men aralashmayman, lekin sen bizning nimamizga kirsa, Manching imperiyasining nimasiga kirsa degan, lekin bu Amursana og'izda ma'qul deydi dastlabda. Keyin akisini yengib bo'lgandan keyin, huquqni tutgandan keyin bu o'zini o'ribla Chelnungdan o'zini o'rdi-da. Chelnungdan o'zini o'rgandan keyin Chelnung vaqtida nihoyatda kuchlik vaqtida, chunki kuchli bo'lib ketgan vaqti. Ya'ni yana birisi Jungariyaning Akkular urushidagi o'xshamagan nimalarning urushi, ya'ni olti shaharda qalaymaqanchilik shular bo'lgan, bu taraflar ojizlashib ketdi. Ojizlashib ketgandan keyin yana bir omil bor edi. Yana bir omil nima deganda Turpan, To'qson, Qumul rayonidagi Uyg'urlar bor, ular azaldan shu Manching imperiyaning imperatorlarning munosabati yaxshi bo'lganda, ular hatto urushmi qilmay, ma'qul biz sizlarga bo'ysunamiz deb o'tib ketgan ish taraflarga. Ashta ahvollar bo'lganda, shuningdan andin bu Chelnung imperator tazi g'azabli, voy to'xta, sen mushundoq ojiz turib, ya'ni mening gapimni anglamayman deb bu nurg'un shu nimani armiyalarni nim qilib, shu sharq tarafdan shu
bularning o'ltagan odamlarni 1 milliondek Mongolni o'ltiriydi deydi. Lekin ba'zilar unchalik emas deydi, balkim 300 ming, 400 mingni o'ltagan bo'lishi mumkin, qolganlarini qo'g'lab chiqarayotgan, yana bir qismlari kasal sababidan. Shu vaqtda bu cho'ng kasal sababdan Mongollar qirilib ketdi. Jungariyadagi Mongollar, ammo uning soni hozir aniq emas, ba'zilar 2 milyon deydi, ba'zilar 3 milyon mikin deydi, ba'zilar undan az deydi, lekin Jungariyadagi Mongollar ne asasen teltök yo'qitib tashlaydi. Jungariya qup-quruq. Chunki ular bisib kirib. Endi bu yerda bir gap bor, shuni tushundim. Bu Manchinglarning armiyasi deymiz, amaliyotda Manchingning armiyasi bor-ku, 20 dak Mongollarning askarlari. 20 dak o'z manlar. Shu abay men deb ketdim, bularga til jihatdan, dinli jihatdan andiki yana nurg'un tarixiy sabablardan bular yaqin millatlar, bir-birini o'zaro tushunadigan bular u g'arbdagi Mongollar bilan sharqdagi Mongollar degan shu nima tarafdagi Mongollar bularningki ziddiyatim bor ekan. Shuning uchun sharqdagi Mongollardan foydalanib g'arbdagi Mongollarni yo'qotdi degan gapda Jungariya yo'qolib ketdi. Jungariya yo'qolgandan keyin qanday bo'ldi deganda shu jarayonda Andikin qine bir yer tugdimi? Yana bir bet kelaydi. Yana bir yer bu g'ujlarni qanday bo'ldi deganda shu vaqtida oxirida o'taydi, yana ashal bir yer unutib qolibdi. Bu vaqtlarda qanday bo'ldi deganda shu orliqda ma g'ujlar bor-ku, g'ujlar Mongollarning orasidagi ziddiyatlardan foydalanib, g'ujlar bizmi ayrim bir mustaqil davlat qurib olamiz deb Oltiya tarafni ayrim bir davlat quramiz degan harakatlarni qilgandan keyin bu nima Qianlong shu Mongollarni joylab bo'lib, andikin janubga tushib, Uyg'urlarni joylaydi, to shu O'rta Osiyosiga menning armiyasi ashalakcha besib kirib shu yerdagi bir munchalik ushshoq davlatlarni o'ziga qo'shib oldi shu orliqlar. Lekin Afg'oniston, hozir O'zbekiston bu taraflarga yana chiqilmaydi. Bu taraflarga faqat harbiyni avtiblar keyin harbiylar qaytib keldi. Ba'zilarga ulvon soldi, misol jildimanchilik nima bersa deb qaytib ketgan ahvollar bo'lgan. Endi yana bir bat kelaydi. Hozir 6 ga ketdikmi? Hozir qancha? 6 ga ketdik. Hozir orliqda bir 5 vaqo 5. Ona 5. Ha, 5 kelmadi qanash. Endi 5 ni qancha vaqt bo'ldi? Vaqt bormi, yo'qmi? Bor. Tamam. Endi shu vaqtdagi hamda jamiyat, andikin demografik, andikin iqtisod ahvollarni bir tunishtiryapmizda, bu yerda shu qanday bo'ldi deganda Jungariyaningki shu Jungariyadagi Mongollarni og'dirib, ularni taltuks yo'qotgandan keyin bu Jungariya butunlay quruq bir parcha zimin bo'lib qoldi-da. Shuningga Manchular qanday qildi deganda shu sirtdan buyalik aholilarni yo'tkaydi. Uni janub tarafdan Uyg'urlarni ashaga yo'tkaydigan ishlar va ular degan shu hozirgi biz taranchi deydigan Uyg'urlar shu vaqtida amaliyot shu janub tarafdan borganlar. Shu taranchilar indikin ishkir tarafdan Xitoylarni dehqonchilik qildi deb ularni shu shimol taraflarga o'rinlashtirdi. Indikin hatta shu keyin kommunist partiyalar qilgandekchu shu Xitoyning aholisini bu yoqqa zo'r darajada yutkaydigan tadbirlarni o'ttirib qo'ydi. Lekin u tadbirlari toz degandek amalga oshmagan. Xitoylar u yerga berish xohlamagan. Shundaqdimi yana shu vaqtlarda bir 200 ming bo'ldi, 200 ming Xitoyni opiribdi, yutkab opiribdi bo'libmi? Sharq Turkiston Oltiya taraflarga azroq, ammo Jungariya tarafga jiq o'tgan, chunki u yerlar quruq qolgan ekan. U demografik o'zgarish, ya'ni aholining o'zgarishi ashta bo'ldi. Aholi tarkibi o'zgarib ketganda Mongollardan Xitoylarga, andikin Uyg'urlar, andikin boshqa qozoqlar qachon keldi, uni
tazı onundan başka devler var değil mi? O Kazaklarınki bir yerden. Vaklarda Kazak diyenler ançı nim kıymadı o. Kazaklar belki keyin buluşmuyor. Edip'nin yazgındı mı o Kazaklarının gipini kıymadı. Şu Uygurların dedi, yani Xitayların dedi. Yani Mençular asasen Mençuların alğan çağda Mençu ile Mongollar dedi de. Gerçi Cungariye'dekiler Mongollar, mavu Edip'nin Mongollar degini o Şərqdeki Mongollar. Şərqdeki Mongollar mesela joylashib ekan. Şu keyingi Mongollar amaliyotda hozirgi Mongol kira deymiz, ular degan balkim şu vaqtdagi Mongollar, Şərqdeki Mongollar, G'arbdagi Mongollar emas ular. Shunday bo'ldi. Iqtisodiy ahvol shu vaqt qanday bo'ldi deganda, masalan, sug'urish, andikin yalarni bo'ziya ichish degandek tadbirlarni qo'llab mangdi, andikin nurg'un yangi shahar bazalarni qurdi, andikin bash sistemasini qurib, ashadin shu manninki armiyasini ta'minlaydigan rasxodlarni shu orqali kelishdi, shunday ishlar bo'lgan iqtisodiy jihatdan. Andikin bir yerda ma'lumotlarni deb bo'ldik, andikin shu yangidan kelgan ko'chmanlarning orasida Manchu, Mongol, Xan, Xitoylardan boshqa yana Tunganlar bor. Tunganlarni vaqtida amaliyotda Manchinglarcha Tunganlarni boshqa millat deb qaramadi ekan. Ularni faqat nim deb qaradi ekanda, musulmon bo'lib ketgan Xitoylar deb qaradi ekan vaqt. Manchuni. Shuning uchun ularningki Xitoy bilan munosabati yaqinroq bo'ldi ekan, Tunganlarniki. Bu to'g'ri Uyg'urlarmi jixlari shu to'g'riliq yozdi-ku, Tunganlar bilan Uyg'urlar orasidagi nimalar degan gaplarni. Ular to'g'riliq bu yer jix gap qilmagan, adib apandi shularni nima qilgan. Tunganlarni Manchular nima qatorda ko'maydi ekan. Musulmon yerlik millatlarni qatori ko'maydi, ularni nima deb qaraydi ekanda, mustaqillik Xitoy musulmonlikqa o'tgan Xitoylar deb qaraydi ekan. Shuning uchun ularmi mer deb o'taydi. Xitoy degancha vaqtida amaliyotda shu garchi Xitoylarning soni shundoq jiqmasmi, Manching imperiya davrida Xitoylarni degan tuvan qatlamdagi nimalar deb qaradi ekan. Mongollar nima? Manlar birinchi o'rinda, Mongollar ikkinchi o'rinda. Undan qolsa, biz tarafdagilar bular degan ish nimalar qaraydi? Xitoylarni nima deb qaraydi? Shuning uchun Tunganlarning siyosiy o'rni bak yuqori emas ekan. Ular faqat ancha-muncha savdo qilib, shunday qilib, savdo ishlari bilan, andikin ba'zi bir boshqalik, masalan, dehqonchilik ishlar bilan shug'ullanadi ekan. Shu hamda bu betmişin 6. betten bu en ahirki beti. Hamda bir yerde bu narsa muşunu bir dep yetiş doğru keldi. Bu nima deganda bu Manching'deki boshqarish usulicha naite bir ustuluq bilan boshqargan sistem ekan. Adib mushtaq tushan deganda. Bularning boshqarish usulida masalan Xitoylarni, Mongollarni, Uyg'urlarni va boshqa millatlarni boshqargan chog'da naite ustuluq bilan o'zining harbiy kuchlik, quvvatli harbiy orqali oq terak bo'lib, andikin bular qanday qildi degan boshqa millatlarni ish qildi abay degan savdo ishlari, dehqonchilik ishlari, chorvachilik ishlari, ashloqlar soldi. Andikin har bir Oltichani masalan Oltichaninki har bir cho'ng shaharlarda o'zlarining qo'rg'onlari bor ekanda. Bu qo'rg'onlar ichlarida asosan shu Manchuning askarlari, amaldorlari turdi ekan. Masalan, Urumchi vaqtida Urumchini o'z vaqtida Lomanching degan yerlar vaqtida men degani asli Manchularning shahri degan gap. Har bir mening bilishimcha har bir cho'ng o'sha shahar noyalarda ashta Manching degan yerlar bor. U Manchinglar faqat qo'rg'on bo'lib, Manchular yerlarda yashaydi. Qolgan o'pchirsa degan Xitoylarning savdogarlari, nimalar, andiga dehqonchilik, boshqa ishlarda shu yerlik Uyg'urlar shular qildi. Chorvachilik ishlarida Mongollar ular qildi ekan, ular o'zlari shunda nim qildi ekanda. Andikin bular yerlik musulmonlar bilanchu musulmonlarni bek kamsitmagan. Bu manlarning bir alayligi. Bek kamsitmay diniy jihatda
ma'lum darajada xeyli erkinlikni bergan. Mesela abay G'ujlar, uning avlodlari keyin yana shu boshquradigan bo'ldi-ku bir rayonlarni boshqurgan. Ularning nurg'un shu ma'muriy boshqurish ishlarida bular huquqni berib o'tgan. Ularni nim qilibcha shu orqali hamda o'zlarini nim qanda masalan shu nima kitobda bir narsani ko'rsatibdi masalan ma turpanda Imin Wang deb bir Wang vachu u Imin Wang degani balkim sen obdaroq bilsa Imin Wang qanday deganda shu turpan to'qson ashadagi bir lekin o'z oldiga avtonomos bir davlat vada avtonom davlatdek bir yava ularlıqı menge men Haqqani Çin deydi Haqqani Çinge nim qildi lekin bütün yerlik ma'muriy ishlarda yerlik boshqarishlarda hammasi shu Imin Wang boshqurdi o'qidi podshodekda u yerda shunda ishtaq qildi andikina uningki o'g'li Sulaymon Wang var men turpan turgan chog'da Sulaymonning nimasi deb bir masjid bor shu yerlarga borganda shu paranglar shu rivoyatlarni dehqonlarni anglatdik Sulaymon nim qilib andikin ishchiga kirgandan keyin ishchida liqimda nima viviskasi bo'ldi-ku viviskada Uyg'urcha andikin Xitoycha nima borda Xitoychada xuddi buni xuddi Turpan rayonini Xitoyga tava, manga tava degandek mazmunda yozildi, hani nima deb. Bizning xuddi hozir ulug'doyimiz Xi Jinping degandekla andaq deb. Lekin Uyg'urcha tarjimasida unda demaydi. Uyg'ur tarjimasida faqat Allohning nimasini atab, Alloh yaratgan zimin degandek mushtaq mazmunlarda yozilgan ekanda. Demak, bular shu orqali yerlik Uyg'urlarga nisbatan yushur deganda o'zlarininki ma'vu men Çinga tava bo'lib ketganligini yushurdi ekan. Buni mushinchidek o'taydi. Bunda asosli mazmunlari shu. Endi men bir yerda bir narsani deb men bir savol so'raydi hamda shu bularning bizniki oltiya mezgil ekan Yoqub Bey 1870 yıldan 1884 14 yıl sonra mezgilde Şarkı Türkistan'ın Qashqariya devletini kurup 6 şehir birleştirip bu devleti yo'qotish dönemde şu Manjula Çin sulalesi şu müstemlik qilish için hem de şu 1884 yılında Manju imparatorun kişilikki divanda hem de işitkenim bo'ldi ekanda o'zining tang taraflari bizning Sharq Turkistonni elish Xunjin taraflari u ya'ni Minqumay o'zini tashlatib o'sha janubda g'arbga qarshi urush qilish, Tayvanni elish degandek nimalar. Ana mush kitoblarda mush narsalar to'g'risida mazmunlar bormi? Yoqub Bek to'g'riliq maxsus ish kuch boppa. Yoqub Bek unga kim kelamdi hamda unga Barbara kelamdi. Yani şu okurmenlarniki, şu anlıqçılarniki qiziqarligi bog'liqda agar bu buni qaramanda. Endi bu kitobni ingliz kitobini o'qiydiganlarmi, tayliq adam o'qiydi ha bu narsani. Endi bu o'zimizning ona tilida kitob bo'lmagandan keyin buni o'qib meni tushunib ketadigan uyg'urlarmi, tayliq ba'zidan tarix qiziqadi, ba'zidan qiziqmaydi degandek endi. Jumladan men bu kitobni o'qib baxmadim. Hem bunu o'qib fikrini bilmek gerek, ingliz men o kadar bir yuqori emas. Hem de hozirgi har xil siyosiy vaziyat analizi bunu qilgandek bir mana mushning o'xshash ilmiy kitoblarni naql elib, so'zlab, shu kitob orqali, bilim orqali millatni bir oqotish. O'zimizning tarixini g'arbliklar qay shaklda yozig'li. Shu mezgillardagi tarixning eng kulminasiya bosqichlariga bular qanday baholar biriklik degan bu nuqtani mening qiziqqan nuqtam shu bunga yolg'iz men emas nurg'un qarindoshlarimiz ham qiziqib bu narsanikini bu Yoqub Beyning tarjimalarini o oltiya davlatning qurilishi Zozongtangni bizlar ishg'ol qilishda Xitoy manbalaridan kes vatan yozilgan ba'zi kitoblardan o'qidik bir narsani hamda undan boshqa g'arb matbuotlarida yana g'arb asarlarida
bu vaqtda nima mazmuni bor, buni bilmaymiz. Ham siz buni tarbiya qilayotgan bo'lgan ekan, xalq qiziqmasa siz uni bilan nima qilmay, o'sha har qatimda bir bobdan cho'mash bu narsani tepsida buni. Ashta qilib so'zlab bersangiz, oz-ozdan qilib bos 20 soatlik, 20 minutlik presentation qilsangiz, onun keyin o'sha savollarni chiqarib, keyin men o'zimni o'qigan nimalar, o'sha bunaqa azroq savollarni so'rasam, o'sha kitobda, mush kitobda qanday javoblarni bergan, bushlar nima qilib baqsaq degan gaplar. Agar hozirgisini keyin qatimda biz ana shu rasmiy Zozongtang'niki Angliyadan yordam elib Sharq Turkiston besmangal ashliminlar kelar davomi chiqqan bu narsa. Aş mezmunlarni tafsili yazgan. Bunun abay men dep etdim-ku. Bu Yaqubbekninki vücutga chiqishim uchun bir mushu tarixiy jarayonlar bilan munosabatlik. Men abay dedik, nimani qo'g'lab chiqirib o'tdi-ku, qo'g'lab chiqirib o'tib, u yani so'zlimidi, Daniyarxon bilan Jahonxon deb chiqishdi, nimaninki o'g'illari ham. Bularni bu G'aldanxon affaq uchun chiqirib qo'yganda bularni nimaga akitdi. G'uljuga akitib, ashada qamab qo'ydi. Qamab qo'yib, keyin qanday bo'ldi deganda bular G'aldanxonning o'g'illari jidallashib yo'qolgandan keyin bular qaytib kelib, bular isyon ko'tarib, shu Olchani mustaqilmiz degan harakatlarni qildi. Qilish jarayonida andikin shu orliqlarda uni birisi setib etib, nima qilgandan keyin bular qochdi, qechib dastlab qo'rqqandi bor-ku, qo'rqqanligi bor. Qo'rqqanligi qechib borgandan keyin qo'rqqan tarafdagilarni u vaqtda Manching abayman deb bildim, nihoyat kuchli, quvvatli davlat bo'lib ketganda, ularni armiyasi supurib mangandan keyin oyoqda 1 million Mong'olni o'ltirib, supurib mengib aşağı borgandan keyin qo'rqqanning podshosi qo'rqdi. Qo'rqib, ashlarning avlodlarini shu ikkisining birisini qo'yaymi, ikkisini o'ltirib etib, birisining beshini kallasini elib Beijinggacha olib berdi. U olib berganlarning ichida Jahongir Qo'zonog'da shunaqa bor nimasi. Bu tarixlar hammasi aniq yozilgan buningda-ku. Hozirgi bu mazmunlarga kerak qatimda yana davomli kelasiz shudaqqa. Ya shuni men shuning javobini berib o'tay deyaptim. Nima qilaylik? Har qatimda jiqtimni aralashtirmaychi, har qatimda 2-3 tema chiqibdi-ku, kitobdagi muhim mazmunlarnikini. Navali men keyingi narsaga qo'shib qolib qolsa, fikrim bilan to'xtab turib, keyingi kelimizni ashta qilaylik, tartibga mang'ayli bo'lamda. Bu kitob. Uchta ikki qism mazmun bu kitobdagi bizning Sharq Turkiston Uyg'urlar haqida degan bo'lgandiki, men qiziqdimchi bunga. Men qiziqib qoldim, sizni anglaguncha xalqimizni anglasan, xalqimizni bilsin. Bu bir arxiv bo'lib saqlanib qolsin dedik. Unda bugungi suhbatni misha chiqlaylik. Qolganni kelar qatnamizda ani keyindan yana davomlashtirib bugungi sizniki o'sha bizniki oppoq mezgildagi narsalar, undan keyin G'aldanlar nimalarni, shu mezgildagi ularning siyosiy, ijtimoiy hayotlarini so'zlab tushundingizda, mana shu kitobdagi mazmunlar. Endi yana kelar qatimda asta-asta yana kelgan mazmunlar bor, shunaqmi? Bo'ldi. Agar men shu nimasi qarabchi, men ayrim sen bilan paranglashib, mening haqida nima voqea bo'ldi, qanday voqealar bo'ldi. Chunki shu orliqda Yaqubbek vujudga chiqishi yana Brazilda vaqt ketdi-da, degan 1800 falan 1864-yil shu vaqtlardagi ishlar. Yana orliqda ma degan uning oldidagi 100 yildan burun orliqlar yana buncha ishlar bo'ldi. Shu jarayonlarni so'zlagandan keyin ashlarni so'zlamdi yoki bevosita Yaqubbek o'tgan so'zlayan shu men dedim, shu kitobda 3 ta qismi biz munosabat tikkanimiz emas, mana shundan har bob uch to'xtayildi o'ynasini. Bo'ldi. Gen birinchi bob to'xtatlar, ikkinchi bob to'xtatish shaklida nima qilaylik? Buni rasmiy presentation shaklida epmangayla har qatimda 2-3 yil qilib, bugungidek uzatib etmay, bos 20 soatlik shu shaklda to'xtatib narsani bulamda. Ana degan shu kitobdagi Şuçalik Sharq Turkiston umum ijtimoiy ahvollar qandaroq, nufs ahvoli qandaroq, tajovuz armiyaning nimalari, o'sha bizning besjaryan ularniki qanday uchurlarni to'plagan, o'sha mazmunli kitoblarni o'qib qolsa, o'sha hammasini bir yig'ib ayirib bir mazmunni qilganda. Bo'ldi. Xullas, rahmat hamsa bugungi suhbat programmamizga qarindoshlar programmamiz naq maydondan qilamidik qo'ygandek, endi bizniki bu programmamiz hujumchi qiraqib ketdi mana. Hakkılarına hücum okşaydı, nehmeydan kullanmaya kapılıp ayrımız rekorder kılıp taktıvatımız. Kiler katım yana kıpakımız nehmeydan taktı alırsak taktırız, nehmeydan taktanmaya kapkalsak
rahmatdan taqat qilish bo'lganlikda mushqa shaklda rekordini qilib taqitimiz. Rahmat to'liq gap degan suhbat program nishash bo'lsin. İşte qilib bu kitobdan mana ikkinchi mazmuni degan birinchi bob ko'rdi. Oldingi umum kitob haqida tushunchadingiz. Yana shu kitobdagi birinchi bob haqida, qolgan ikkinchi, uchinchi bobda asta-asta kiramiz hamsa. Xalqimizga mush kitob haqida umum bir tushuncha berib, zar ashna mazmunlarni bir bilib boqaylik. Sana rahmat, anlıqçılarıma rahmat. Fikrinlarni o'rtaga qo'yib turinglar, savol qo'yib tursanglar biz qiziqamiz. Ma'qul. Rahmat amalla. Xo'sh.